Mana tabiiysi bu. Ana podacha har doim bizga mehmonlarga bir xilda bo'lgan. 5 barmog'imizning porsiyasida 200 gram xamir, 200 gram toza go'sht, 2 parra qazi. Sur to'shimiz bor. Keyin yana bitta narsa, mehmonlar xamiriga to'ymay qolishayotgan ekan, nobbodosiga dababga bergan desa, bemalol ayturasizlar, bepul, xamiri bepul. To'ymagan joyiga ketaveradi. 200 gram xamir tashib berishadi bolalarimiz. Aziz onajonlar, xamiri mana tekin bo'lib ketdi. 5 barmoq olsanglar, nobodosiga ana ishtaha ochilib ketib qoladi-yu. 4 ta xamir odamni o'ldiribdimi, siladan aylansin. Tekin. Ketdi bu. Hozirgi 5 barmoq yeganlarga dipi xamir, o'sha. Qara bu yerda 5 barmoqga tushayotgan narsalar-da mana. Tuzlangan, ziralangan ot go'shtlar mana. Buni qara. Joningiz sog' bo'lsin. Mana biz sevib ani xamirlarning orasiga shunday ezib olsang mazalari chiqib ketadi. Bu qoqilani bor-ku. Qazilarimiz albatta Toshkentcha sur bo'lgan mana. Ko'ryapsizlarmi qazilarni? Mana xudo xolasa ketma-ket ikkita qozonda mana surlangan, ziralangan aytadi-yu anu Madagaskarda ziralangan mol go'shti bo'lib qolsa edi deydi-yu, mana ziralangan ot go'shti bor bu yerda mana. Joningiz sog' bo'lsin. Bu yoq qozonni ham ko'rsating. Aylan. Ikkita qozonda miltillab buni rangini keltirib ham rangi ko'r. O'zlarining gapimiz bor, rang ko'r, hol so'r deydi-yu, ham qara prozrachniligini.